Hammaga salom. Ushbu videoda men juda ham bir qisqa, lekin o'ta muhim va jiddiy bo'lgan bir e'lon bermoqchiman. Va hatto qaysidir ma'noda sizlardan yordam so'ramoqchiman, iltimos qilmoqchiman. Yordaminglar kerak. Keling boshdan boshlay. Bilsangiz kerak, mana men YouTube'da skeptik faoliyatimni 2 yildan beri mana olib borar ekanman. Meni hamisha bitta muammo bo'lgan. Va bu muammo, ya'ni ko'p muammolarim bo'lgan, lekin bitta katta muammoim bu dalilni o'z vaqtida topish. Ya'ni misol uchun men bironta videoga tayyorgarlik ko'rsam yoki bironta dindor bilan suhbatlashayotsam, qandaydir da'vo keltirishim mumkin va mana shu da'voimni tasdiqlash uchun manba yoki shu dalilni keltirganimda qiynalaman vaqtida mana shuni topgani. Va oxirgi tomchi bugun bo'ldi. Bir dindor bilan suhbatlashayotgandim. Bir nechta da'volar keltirgan edim. Shu o'zim esimda bor da'volarni keltirsam, qani dalil dedi. Hozir to'xtab turib bo'lmasam dalilni topaman deb shu internetdan qidirgunimgacha, ana ko'rdingmi, makillab qolding palon piston dedi, deb xullas siqilib qoldim. Va tushundimki, men o'ziga xos bir omborxona ochishim kerak. Sklad deylik. Ya'ni mana shu joyda men endi aytmoqchiman. Hozirgina men Telegramda ateist ombori degan gruppa ochdim va ushbu gruppada maqsad suhbatlashish emas, chaqchaqlashish emas, bu hech narsa emas, faqatgina dalil to'plash. Va mana endi iltimosga keladigan bo'lsam, iltimos yordam beringlar. Gruppaga qo'shilishinglar shart emas va o'zingizlarga ham kerak bo'lib qolishi mumkin bu gruppa, bu omborxona. Dalil to'plashga yordam beringlar. Misol uchun, qandaydir shu terrorist videosini ko'rib qoldingizmi, ushbu omborxonaga tashlab qo'ying. Yoki qandaydir domla bir xunuk gap aytib qo'ydimi, dinga bog'lab omborxonaga tashlab qo'ying. Mana shu bugungi kundan boshlab mana shu omborxonani to'ldiraylik, faqatgina dalil bilan. Hech qanday hazillar kerak emas. Ya'ni yumor mana shu boshqa joylarda davom ettirsanglar bo'ladi. Misol uchun ushbu kanallar bor edi-ku, haqiqat izlabda, mana shu kanalda hazil qilishadi. Bunday narsalar emas. Aniq shu domlalarga qarshi yoki mana shu dindorlarga qarshi ishlatilishi mumkin bo'lgan dalillarni saqlashga yordam beringlar. Har xil hadislar, misol uchun qandaydir ajoyib hadisga ko'z tushib qolsa va mana shu hadis dindorga og'ir botadigan bo'lsa, tashlab qo'ying yoki shu domlalarning ma'ruzalari qandaydir yomon bo'lsa, tashlab qo'ying. Tushundingiz? Mana shu narsada yordam beringlar. Bu nafaqat menga, balki kelajakda bizning umumiy mana shu jamoamizga ham yordam berishi mumkin. Ya'ni tasavvur qiling, katta bir omborxona bo'lib qolgandan keyin, misol uchun siz mana gruppada ba'zida ko'raman, siz tomoshabinlar boshqa dindorlar bilan suhbatlashasizlar, dalil deganda dalil keltirgani vaqtinglar bo'lmaganda yoki topolmaganinglarda omborxonadan ko'chirib tashlasangiz bo'ladi. Xullas shu mana iltimosim, yordam beringlar. Gruppaning nomi ateist ombori yoki ateist omborxonasi. Silkasini tashlab qo'yaman. Mana shu qo'shilishinglar shart emas. Shunchaki qandaydir mana shunday ajoyib dalil ko'rib qolsanglar, iltimos shu gruppaga tashlab qo'yinglar. Bu aytmoqchi ideya menda qayerda bor? Men endi mana shu mutaxassis sifatida bu mana shunday omborlarim ko'p xullas, har xil sohalar bo'yicha. Avvallari meditsinskida bo'lganimda mana shu meditsinaga oid omborimiz bo'lardi. Boshqa studentlar bilan qiziq narsalarni tashlab shunday yig'ardik, ombor qilardik va yilda oxirida bemalol mana shu omborxonada o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni topsak bo'lardi. Bironta til o'rganganimizda ham tilga oid qandaydir ajoyib teoriyalar va hokazolarni mana shu omborxona tilga oid ochganmiz va hokazolar. Xullas, hamisha men mana qanchadan beri shu o'rganish bilan yoki bironta faoliyat bilan shug'ullanayotgan bo'lsam, mana hozir o'qituvchilik bilan shug'ullanyapman, o'qituvchilikka oid omborxonam bor. Xullas shu sababli mana ateist omborxonasi degan narsa hayolimga keldi. Iltimos, yordam beringlar. Okay? Katta rahmat oldindan. Hozir mana shu videoni qo'yaman va keyin eruditga o'taman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.